Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga 80 bosh qo'ziqo'chqorlaringiz yetib kelibdi do'stlar. Xudo xolasa 10 oylik, 11 oylik shunaqa atrofi mana. Ko'rib bahosini berib qo'yamiz. Pastda egalarining nomerlarini qoldirib qo'yaman. Realni mana shuna olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, qo'ziqo'chqorlar bemalol telefon qilib savdosini bitirib olsanglar bo'ladi. Endi akalar boqishga qo'ziqo'chqor qidirib yurganlar bo'lsa, mana shu qo'ziqo'chqorlar ham bemalol olaversanglar bo'ladi. 5 dan 10 dan 15 dan nechta olaman desanglar ham kelsa bo'lar ekan. Narx-navosaga keladigan bo'lsak, 3 million 800 ming so'mdan akalar tayoq-taylariga xuddi shunaqa olib ketaverasizlar. Yeb ichlari yaxshi deyishdi. Bular endi tovdi mol akalar, tovdiki, tovdi qo'ziqo'chqorlari. Boqishga qidirib yurganlar, boqib keyin kelib sotib foyda qilaman deydiganlar bo'lsa, pastdan nomerlar chiqib savdosini bitirib olsanglar bo'ladi. Mana. Bo'ylari ham endi bo'ylarni aytib o'tadigan bo'lsak, 75 lar chiqsa kerak akalar. Ko'ra olamiz. Bitta qo'raniq akalar. Beddan 5 ta, beddan 5 ta terilmagan, o'zi hammasi bir xil ko'rinib turibdi. Bemalol egalarining nomerini pastda qoldirib qo'yaman. Egasining ismi Yo'lchi aka. Telefon qilib savdosini bitirib olsanglar bo'ladi. Manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.